Bizga Xiaomi Air Purifier Elite, ya'ni aksiyatr vozduhi Elite kelgan. Hozir sizlar bilan obzor qilamiz. Yoqilishdan oldin filtr turadigan joyi ochamiz. Mana bu knopkasi bor ikkita joyda. Shu ikkala joyini bosib turib bitta ko'tarsak, filtr turadigan joy chiqadi. Buni olamiz. Hop, filtrimizni upakovkadan ochdik. Bu filtr 3 qavatdan iborat bo'ladi. HP boshlang'ich, keyin o'rtadagi 99-97% ga bakteriyani ushlab qoladigan filtri, ugelni filtr bo'ladi, 3 qavatli. Buni ichiga mana bu izi bor, o'sha yerga shuni tushirib olamiz. Bo'ldi. Buni yopamiz. Hop, yoqilishi. O'zi 4 dona knopkadan iborat, lekin mana filtri 100% ko'rsatyapti. Bu indikator yashil. Bu yashil indikator xonadagi PM2,5 zarrachasi 0 dan 20 gacha bo'lgan miqdorda yashil bo'ladi. 20 dan 35 gacha sariq, 35 dan yuqorisi bo'lsa, o'sha qizilga qarab ketadi bu indikator. Hop. Endi bu Yarks display. Kechasi o'chirib qo'yishga yaxshi. Hop, bu keyin ikkalasini bosib turish orqali mana bu Wi-Fi o'chirish yoki Wi-Fi yoqish mumkin. 7 sekund bosib turilsa Wi-Fi o'chadi. Boshida yoqilganda o'zi mixonga ulash uchun ikkala knopkani baravar 7 sekund bosib turish kerak bo'ladi. Bu ikkala knopkani vazifasini bilib oldik. Endi bu plazma knopkasi bo'ladi. Bu nimaga kerak desanglar, plazma texnologiyasi orqali xonadagi bakteriyalarni, viruslarni o'ldiradigan xususiyatiga ega. Buni 7 sekund bosib turish orqali biz ichidagi buni ultrafioletli lampasini ham yoqib o'chirishimiz mumkin bo'ladi. UFO 10 dedi. Ultrafioletli lampasi yoqildi. Endi bu переключение rejim, ya'ni rejimdan rejimga olib o'tadi. 3-urovingga keldi. Bu rushnoy. Rushnoy degani o'zingizga yoqqan rejimni tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Buni Xiaomi Home приложенияsi orqali qilasizlar. Bu avto rejimi. Xonadagi havoni qanchalik darajada ifloslik yoki tozaligiga qarab o'zi tez yoki sekin ishlaydi. Bu spyaщий rejim, tungi rejim hisoblanadi. 1-chi, 2-chi, 3-chi уровень bo'ldi. Xo'p, mana 3-urovень turibdi. Ultrafioletli lampa yoqiq. Plazma texnologiyasi ham yo'q. Bu крупных частиц degan indikator. Bunda ham kam, demak kamligi yaxshi. Chang zarrachasi ham kamligini bildiradi. Bu ham kam bo'lishi kerak. Bu gradus, bu влажность. Yana bitta narsa, bolalar kichkina yosh bolali xonadonlarga yaxshi tarafi blok funksiyasi bor. 7 sekund bosib turish orqali hamma knopkasini ishdan chiqarsak bo'ladi. Yana 7 sekund bosib tursak, bu blok ishdan chiqadi. Bo'ldi. Shu orqali ishlatsak bo'ladi. Bunda ham hamma titrlar bo'lgani kabi orqasida mana joyi bor. Datchiki. Bu datchikni ochish orqali har hafta yoki har 2 hafta, 3 haftada bir tozalab turish kerak bo'ladi. Xo'p, buni ochganimizda datchiki bo'ladi. Bunga qo'l bilan tegish tavsiya etilmaydi. Endi zubnoy shotka yoki uxachiska orqali, paxta orqali yumshoqroq narsa bilan tozalab olish kerak bo'ladi. Chang yig'iladi. Chang yig'ilgandan keyin bu ham filtrni davomiy xizmat qilishiga demak yordam beradi. Juda katta 25 kvadraturaga mo'ljallangan. Ishlashlari zo'r. Narxiga stoyishi.